O'lim ko'rsatkichi o'sib bormoqda. Barcha yangi to'lqin boshlanishidan xavotirda. Bosim kuchaymoqda. Karantinning 213-haftasi boshlandi. Sog'liqni saqlash departamenti xabar berishicha, ekspertlar yangi xavfli virus mutatsiyasiga uchraganini e'lon qilishdi. Los-Anjelesda bemorlar va halok bo'layotganlarni saqlash uchun mo'ljallangan birinchi lager ochildi. Faqatgina immunitetga ega bo'lgan ba'zi insonlar ko'chaga chiqa oladilar. Barcha zararlanganlar majburiy tarzda karantin zonalariga yuboriladi. O'lim ko'rsatkichi 56% ga yetdi. Kasallikni nazorat qilish markazida immunitet brasletlarining yangi dizayni tasdiqlandi. Ular yorqin sariq rangda bo'lishi belgilandi. Eshitaman. Sizga jo'natma keldi. Kechikding, ahmoq. Qutiga joyla. Ultra binafsha nurli dezinfeksiyalash ishga tushirildi. Dezinfeksiya tugatildi. Hammasi joyidami? Choy-chaqa yo'q. Lesterga kelar safar boshqa kuryer yuborishni yetkazib qo'y. Menda bor immunitetsizlik yo'qligi uchun mendan Nima nafratlanyapsiz. deding? Qiyomat kuni uchun ichishni esingizdan chiqarmang dedim. Komendantlik soati davom etmoqda. Barcha fuqarolar uyda qolishi talab etiladi. Soxta xabarlar tarqatilgan sobiq yaxshi kunlar yodingizdami? Haqiqiy vaziyat ancha yomonroq. Chunki har daqiqada anti-tanachalar uchun test qilish mumkin. Anti-tanachalar uchun qafasdagi qush zararlanish. Mana shu 3 yil mobaynida bizga nima deb kelishdi, a? Uyda qoling, qo'llaringizni yuving. Yangi ma'lumotlarga ko'ra virus bosh miya to'qimalarini zararlaydi. Sog'liqni saqlash departamenti xodimlari tomonidan korrupsiya sodir etilganligi ko'p marotaba qulog'imga chalindi. Meni yangi brasletimga baho bering. Siz uydan chiqish mumkin emas. Dinozavrlar ham xuddi shunday qirilib ketishgan. 1, 2, 3, tamom. Menimcha bu oxir zamon, birodar. Los-Anjelesda karantin davom etmoqda. Qiyomat boshlanayotganga o'xshaydi. Demak, biz o'zining jirkanch qiyofasidan chiqmaydigan og'maxonlar kabi uyda o'tirishimiz kerak, shundaymi? Qoidalarga rioya qiling. Bilasizmi nima? Javobgarlikka tortilasiz. Yaxshi xabarlar bo'lmaydi. Uyda qoling. Eshityapsizmi? Hay Lester. Men biroz ushlanib qolaman. Bu yerda sumka va yorliqlar tekshirishyapti. Sanitariyani nazorat qilishmoqchi. Yigitlar, o'zingizga keling, yaxshilar doim qiynaladi. Boyavachilarga esa o'z joni kerak. Jo'natmani hech kim olib ketmayapti. Yaxshi, ortga qayting. Joni, Xo'p, meni ham ko'p qo'ymang. 10 daqiqaga kechikding, tezroq harakatlan. Antoni, chap tarafdagi xiyobonda, chap tarafda deyapman. Chap tarafga burildim. Chap qo'ling bilan yo'nalishni ko'rsat, o'ng qo'lingni emas. Koptogni ko'rib qo'y. U oldinda, unga yetib ol va savatga tashla. Hey! Hey, muhim jo'natma nima bo'ldi? U hali ham ro'yxatimda turibdi. Muhim degani ro'yxatda birinchi turishini anglatadi. Qovoq. Lester oxir manzil shaharning narigi chekkasida. Shoshma. Maydondamisan? Yo'q. Menda GPS bor. Unday bo'lsa, ha. Koptogni 3 marta savatga tashlagan u ishga kirish. Salom do'stlar, sizlar bilan yana Larry. Eng yaqin do'stim harorat tekshiruvidan o'ta olmadi va sog'liqni saqlash departamenti uni karantin zonasiga yubordi. Men xavotirdaman chunki u yerdan hech kim qaytib chiqmaydi. Xayrli tong, Mary. Xayrli tong, xonim. Oshxonada siz uchun mevalar tozalab qo'ydim. Rahmat. Xayrli tong. Voy,
qo'rqitib yubording Shirinim. Sizga savolim bor edi. Xo'sh, qani gapirchi? Sizdan Elli haqida so'ramoqchi edim. Nimani so'ramoqchisan? Uning aytishicha, onasi Elli biznikiga kelib, men bilan biroz vaqt o'tkazishga qarshi emas ekan. Afsusdaman. O'zing bilasan, hech qanday mehmonga ruxsat yo'q. Lekin Ya, oyi. tamom. Bu qonunga zid. Xo'sh, siz nima qilasiz? Ikki o'smir qizni lagerga olib ketishlari uchun askarlarni chaqirasizmi? Yana biroz gapirishda davom etsang, o'zing bilib olasan. Vitaminlaringni ichdingmi? Ha. Ingalyatorni oldingmi? Aha. Yaxshi. Bora qol. Virus mavjudligi tekshiruvi 3 2 1. Virus aniqlanmadi. Albatta. Dadangga harorat tekshiruvi vaqti bo'lganini aytib qo'y. Dada, oyim harorat o'lchaydigan vaqt bo'lganligini aytdi. Buni men ham qila olgan bo'lardim. Mayorning buyrug'iga binoan vaziyat yaqin kelajakgacha davom etishi kutilmoqda. Bugun Sog'liqni saqlash departamenti Boyle Heights'da yangi karantin zonasi ochilishini e'lon qildi. U yerdagi sharoit varvaraliklarnikidek ekanligi haqida mish-mishlar tarqalganiga qaramay, ushbu zona shahar chizmasidagi 5-obyekt bo'lib xizmat qilishi aytilmoqda. Virus mavjudligi testini o'tkazish vaqti 5 daqiqa vaqtingiz bor. Harorat tekshiruvi ishga tushdi. 3 2 1. Virus aniqlanmadi. Bu Niko, Lester yetkazib berish xizmatidan. Xonim, kuryer yetib keldi. Juda soz. Bular yuborishga tayyor. Rahmat. Dezinfeksiyalash ishga tushirildi. Marhamat. Unga xuddi akvariumdagi baliqlardek ko'rinayotgan bo'lsa kerak-a? Dezinfeksiyalash ishga tushirildi. Dezinfeksiyalash tugatildi. Ajoyib. Tashakkur. Chin dildan rahmat aytaman. Men yaxshiman. Yo, yana aloqadaman. Yangi yil, yangi vazifa. Qanday ajoyib sovg'a. Bu sizni tezroq o'ldiradiganga o'xshaydi. Aytishlaricha, virusni yuqtirganlar 48 soat ichida halok bo'layotgan ekan. Kecha men 10 yoshli qizchani karantin zonasiga yuborish uchun kuch bilan uydan olib chiqishayotganlarni ko'rdim. Bu aslida qanday lager ekanligi bizga ma'lum. O'lim lageri. Shunday ekan, sariq formali barzangilar uyingizga kelayotganligini ko'rsangiz, jajji singlingizni ulardan berkitib qolinglar. Xayrli kech, Miss Garcia. Uchrashuv hali o'z kuchidami? Bo'lmasam-chi, men bir so'zli yigitman. Ha, sen shunchaki odam Unchalik qilsan. emas, axir qurbonim uydan tashqariga chiqa olmayotgan qiz bo'lsa, nahotki bu yerda biror qiziq narsa bo'lsa. Manzaradan tashqari. Senga ma'qulmi? Ha, bizdagi manzara undan ham ajoyib. Salomlashing buvijon. Salom, Niko, ishlar qalay? Ajoyib. Sizda-chi? Ajoyib deb ispanchada ayta olasanmi? Nima, men ispan tilida aytmadimmi hali? Niko, o'tinaman, yiqilib tushma. Yiqilib tushmayman, lekin Qiziq, agar bu yerdan yiqilib tushsam, meni kim qidirar ekan-a? Hazillashyapsanmi? Qo'ysangchi. Lester 10 daqiqa o'tmay tozalash guruhini yuborgan bo'lardi. Chunki kuryerning o'limi biznesning o'limi demakdir. Menimcha o'xshadi, shundaymi? Ko'rishguncha. Quyoshim, seni sog'indim. 1 soatdan so'ng. yana bir jo'natma bor. Kechikdim hatto. Hech qayerga ketib qolmayman. Lester yetkazib berish xizmati. Biz bir katta va baxtli oilamiz. Kuryering qorasini ko'rsatmadi. Nima gap? Hozir kuryerlarimdan birini kuzatish kerak. Hozir. Alo. Piper, bu men, Steve. Gwenning turmush o'rtog'iman. 2 yil oldin bizlar uchun xayriya kechasi uyushtirib bergandingiz. Oh, ajoyib bazm bo'lgan edi. Sizga qanday yordam bera olaman?
Biz shahar tashqarisiga chiqmoqchi edik. Sizda qandaydir aloqalar bor deb eshitdim. Bizni tekshiruv punktlaridan o'tkazib qo'ya olasizmi? Bu sizga 300 mingga tushadi. Bo'ldi, kelishdik. Juda soz. U holda aloqada bo'lamiz. 2 kishilik buyurtma. Vannuysdagi 3 ta ko'p qavatli uylar, unda istiqomat qiluvchi ba'zi fuqarolar virus testidan o'ta olmaganligi tufayli karantinga yopildi. Sog'liqni saqlash departamenti vakili ayni vaqtda kasallikni favqulodda darajasida ko'payib ketganligi sababli departament yuqori bosim ostida qolganligini ta'kidladi va fuqarolarga ushbu virus havo orqali yuqishini eslatib o'tdi. Ekoparkdagi bir nechta ko'chalar yopildi. Eko parkdagi bir nechta ko'chalar yopildi. Uni ko'ryapman. Qaytaraman, mo'ljalli ko'ryapman. To'xta, qimirlama, qo'lingni ko'tar. Hey. Menda immunitet bor. To'xta, menda immunitet bor, qaranglar. Men kasal emasman. Uni brasleti bor. Yigit immunitetga ega. O'tkazib yuboring. Oho, ustimdan kulyapsizlarmi? Muomala madaniyatini oshirishingiz kerak. Tezroq qimirla. Kechirasiz, ortimdan aviam bor, tekshirasizmi? Tezroq o'ta qol, immunitetli vaysaqa. Niqobingizni ko'tarib oling. Niqoblarni yechmang, hozir aksirib yuboraman. Salom do'stlar, sizlar bilan yana Adam. Bugun men immunitetli ishchilarga murojaat qilmoqchiman. Sizlar sehrli jonzotsizlar. Siz afsona. Immunitet egalari yolg'iz yashaydilar, to'liq izolyatsiyada. Ijtimoiy masofani gapirmasa ham bo'ladi. Ko'chada yurish davomida viruslarga chirmashib oladi. Sochlariga, kiyimlariga o'zingizga ma'lum, oddiy dush qabuli bilan bu la'nati virusdan qutulib bo'lmaydi. Ular kasallikni yuqtirib qo'ymaslik uchun yaqinlari va do'stlari bilan vaqt o'tkaza olishmaydi. Kelasi safar o'sha sariq braslet sizda ham bo'lib qolishini istasangizda, shu gaplarim Yap-yangidek bo'ldi. Rahmat Griffin xonim. Bo'linglar, azizlarim. Yap-yangidek bo'ldi. Rahmat Griffin xonim. Bixyortdagi tanishim bilan yana gaplashib ko'rdim. So'nggi 6 oy ichida ularda kasallik qayd etilmagan. Qaniydi shahardan chiqib keta olsak. Qora bozordan ham buni yo'lini qidirib ko'ryapman. Hali o'xshaganicha yo'q. Lekin ikkimizda ham braslet bo'lishi bilan men 3 hafta karantinda o'tiraman va biz jo'nab ketamiz. Hech bo'lmasa mototsiklingni tuzatib olibsan. Jo'natma qancha ko'p bo'lsa, pul ham shuncha ko'p Lester bo'ladi. yetkazib berish xizmati bunchalik mashhur bo'ladi deb kim ham o'ylabdi deysan? Ular hech qachon pand berishmaydi. Ertaga Niko va Ozod qushcha yana ucha boshlaydi. Hali ham mototsiklni ozod qushcha deb ataganingga ishongim kelmayapti. Bilaman, kulgili, shundaymi? Yo'q. Mana u. Sening haqiqiy muhabbating. Bunisiga o'zing baho ber. Buni qara-ya, tomorqang hali ham tirikmi? Yo'q, bu vaqtincha. Ularni qancha sug'orib, mehr bermay, baribir kun kelib o'lib qolishadi. Ketayotganimizda ularni o'zimiz bilan olib ketamiz. Ularni buvim o'stiradi. Aytgancha, buvingni alohida uyga joylashtiramiz. Rostmi? Ha, Menimcha birga o'tkazishimiz kerak bo'lgan ancha vaqtni yo'qotdik. Shunday ekan, 3-chi Buni unga yetkazib qo'yaman. Yo'q, faqat unga aytma. Aytaman. Undan qanchalik qo'rqishimni o'zing bilasan. Shuning uchun ham aytaman.
Bingo. Hammaga salom, sizlar bilan May. Bu May bluzni kuylaydi nomli shou. Men o'sha bizlar birgalikda musiqalar tinglagan vaqtlarni Haliyam yodida saqlayotgan havaskor qo'shiqchiman. Xo'sh, like tugmasini bosing, qo'shiq buyurtma qiling va agar u sizga ma'qul bo'lsa, guruhimga a'zo bo'lishingiz mumkin. Nimadan boshlaymiz? Kayfiyatni ko'taramiz. Vanilla Ice'mi? Bu tok-shou emas, do'stim. MD0239 egasi. Bir vaqtlar Amerika pirogiga ajoyib cover kuylaganimni aytibdi. Qo'shiqlaring menga armiyadagi qiyin kunlarni yengib o'tishimga yordam bergan. Hozirgi og'ir kunlarni ham. Xo'sh, MD. Bu qo'shiq sen va boshqa sen kabi yigitlar uchun. Eski qo'shiqlarni ham kuylasa yaxshi bo'lardi. Nima tinglagingiz kelyapti buvijon? Selina Cruzga nima deysan? Hayot karnavalinimi? Bu suyaklarimni qimirlashga majbur qila oladigan yagona qo'shiq. Tushunarli. Bo'ldi. Bu yoqqa kel, bo'la qol. Ana shunday, uyalma. Menga yoqyapti. Judayam yoqyapti. Qani, Bo'lmasam-chi? raqsga tush. Buvijon, oyimga qanday ashula aytib berardingiz? Nomi esimda yo'q, lekin juda ham yoqimli qo'shiq edi. Miss Garcia uchun maxsus jo'natma. Salom notanish. Dezinfeksiyalash yakunlandi. Jo'natma zararsizlantirildi. Atirgullar qizil, binafshalar ko'k. Ularni hozir bera olmasam-da, turfa qalamlar olib keldim. Ularni o'g'irlab keldi-ya, Nicholas James. Qanday o'g'irlayman? Atrofda hech kim bo'lmasa, ular shunchaki chang bosib yotibdi. Agar Yo'q, kerak yo'q, bo'lmasa, yo'q. Menga bera qol tez. yaxshi, qutiga joylayapman. Dezinfeksiyalash yakunlandi. Ey xudoyim. Qaniydi sendan hozir bo'sa olsam. Hozir ilojsiz. Kun kelib albatta. Men Hisoblab ko'rdim. Men 87 yoshga kirganimda sen 84 ga kirarkansan. To'g'ri, bu orzu. lekin jiddiy gapiryapman. Jin ursin, Lester qo'ng'iroq qilyapti. Javob berishim kerak. Nima qilib yuribsan? Websaytga o'ta muhim jo'natmang borligini unutib qo'ydingmi? Nima balo? Esimda, Sara bilan salomlash. Salom, Lester. Eng yaxshi kuryerimni ishdan chalg'itma. Oho, nima deding? Eng yaxshi kuryer dedingmi? Ha, og'zimdan chiqib ketdi. Ishingga jo'na. Uni o'zing eshitding. Ishga borishim kerak. Ha, Kechqurun qo'ng'iroq qilaymi? bilmasam, kun tartibimdagi ishlar juda zich bo'lishiga qaramay, senga ham vaqt ajrata olaman. Amtinnikli muxlis $100 ehson qildi. Tayyor tur. MT, hozir senga qo'ng'iroq qilaman. Salom, MD. Dozer. Buldozerdekmi? Yo, Michael Dozerman. Salom, Michael. Men Mayman. Tanishganimdan Ha, mayligini bilaman. avvalgi hayotingni sog'inyapsanmi?
Men ayni vaqtdagi karantin boshlanishidan ancha oldin shu tarzda hayot kechirishga ko'nikkanman. Qanday qilib? Urushdan qaytib kelganimda men bilan gaplashishni istovchilar juda oz edi. Nogironlar aravachasida bo'lsang, odamlar seni ko'rib shu zahoti ko'zlarini telefonlarga olib qochishadi. Qaragilari kelmaydi. Shu tarzda men tashqariga chiqmay qo'ydim. Mutlaqo. Bunga ancha bo'ldimi? 6 yilcha bo'lib qoldi. Taxminan. Oh. Izolyatsiyada o'tirish bo'yicha yetakchi ekansan. Unda bu kunlar senga juda oddiy tuyulsa kerak. Oddiymi yo'q bilmayman, ammo menda Max bor. Max meni ko'zim va quloqim. Salom, Max. Tashqari bizga tuyulayotgandek yomon ahvoldami? Yomonroq, ancha yomon. Lekin nimandir hisobiga kun ko'rmasa bo'lmaydi-ku. $3000 va 3 million ham bo'lishi mumkin edi. Bugun senga nima bo'ldi o'zi? Balki biror joyga borarmiz. Xuddi kinoteatr zalida o'tirgandekman. Ha, faqat ko'zni biroz qisibroq qarashga to'g'ri keladi. Haligi Xitoy Grauman teatrida o'tirgandek go'yo. Meni sevimli kinoteatrim. Bilasanmi, oldinlari u yerga har juma kuni borardim. Nima deb o'ylaysan, balki har xil kinoga tushgandirmiz. Men hatto gapirishga ham qo'rqqan bir ketib borgan qizni eslayman. Yolg'on gapirib, yuzing ham qizarmaydi-ya. Projektorni qayerdan olding? Eski ofisdan. Uni tozalab bo'ldingmi deyman? Hech narsa qoldirmadim. Hamma narsa shu yerda, bu yerda bemalol huquqiy xizmatlar firmasini ochsam bo'ladi. Hamma narsa bor, qog'oz, qisqich, papkalar va bir dasta markerlar ham. Faks deysanmi? Chindana? Oyim mendan faxrlangan bo'lardi. U doim men boshliq bo'lishimni aytardi. Senga yaxshi ko'rinyaptimi o'zi? O'zing so'rayapsan, demak aytaman. Ro'paramdagi yigitdan shlyapasini yechib qo'yishini so'ray olasanmi? Manavi yigitmi? Endi yaxshiroqmi? Hey! Bujon, biz bilan kino ko'rasizmi? Sizga nima bo'ldi, bujon? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Ahvolim yaxshi emas. Xonangizga boring. Men hozir dori olib boraman. Uni tobi yo'qmi? Uyda qoling. Biz sizga yordam beramiz. Iltimos, xotirjamlikni saqlang. Biz sizning xavfsizligingiz haqida qayg'uramiz. Uydan chiqishga urinsangiz, to'xtatish uchun sizga qarata o'q uziladi. Iltimos, uyda Siz qoling. kim bo'lasiz? Emmett de Harland. Sog'liqni saqlash departamentidan. Sog'liqni saqlash. Sog'liqni saqlash departamenti, eshikni oching. Sara, nima bo'lyapti? Men bugun lagerdan chiqdim. Men sopa-sog'man. Nima qilmoqchisiz? Hozir bilib olasan. Menga yaqinlashmang. Sog'liqni saqlash departamenti. Pastki qavatga tushyapmiz. Sara, meni xavotirga qo'yma. Yaxshi, yigitlar, eshikni buzamiz. Ay, to'xtanglar. Bu xonadon emas. Sizlarga 32 dedim. 3 va 2 raqamlarni ajrata olasizmi? Sog'liqni saqlash departamenti. Ular Elisnikiga kelishdi. Eshikni buzib tashlang. Grant xonim, siznikiga mehmon keldi. Alice va William Grant, Sog'liqni saqlash departamentidamiz. Los Angeles shahri hokimiyati menga bergan huquqqa binoan 312-qaror bilan sizlarni zudlik bilan karantin lageriga olib ketishimiz kerak. Sara, bu menman. Sara. Sara, ochma, eshikni ochma. Aslo ocha ko'rma. Iltimos. Men yetib boraman hozir. Menga yordam ber. Iltimos. Yordam ber. Faqat tezroq.
Meni qo'yib yuboring. Yordam bering. Men kasal emasman. Bilaman, ichkaridasiz. Salom. Siz Miss Garsiya-misiz? Chuqur qayg'u bilan shuni ma'lum qilamanki, sizning uyingiz binosida sho'rlik yon qo'shningizda kasallik holati qayd etildi. Siz o'z uyingizdan chiqmadingiz-a? Balki Grant xonim bilan bir finjon vino ichgandirsiz, biroz suhbatlashib, g'iybatlashgandirsiz, izolyatsiya qoidasini buzgandirsiz. Nima deysiz? Yo'q, biz qoidalarga rioya qilyapmiz. Bu javobni necha marta eshitganimni aytsam ishonmaysiz. Ish faoliyatimda bir kasallanish qayd etilgan uyga o'sha zahoti qaytib kelyapmiz. Bilasizmi nima? Bo'ysunmaslik xuddi tornado kabi tarqalayapti. O'ramaga tushib qolmang deymanda. Xullas, doimo haroratni tekshirishni unutmang. Tozalik, xotirjamlik va hushingizni saqlang. Yo'q, menga yaqinlashma. Sizni tashlab qo'ymayman bujon. Iltimos, sizga yordam berishimga ruxsat bering. Hoynahoy bu oddiy shamollash bo'lsa kerak. Sovqotyapman. Yo'q, Sara, yonimga yaqinlashma. Sara, men shu yerdaman. Uni ahvoli qalay? Yaxshi emas. Isitmasi bor. Jin ursin. Harorat tekshiruvi soat 9da. Tushunarli. Ular ikkimizni ham olib ketishadi, tushunyapsanmi? Buvimni va meni olib ketishadi. Sara. Hoy. Hech kim seni mendan olib keta olmaydi. Men unga kerakman. Sen esa ket. Bu yer xavfsiz emas. Ha, albatta. Men hech qayerga ketmayman. Rahmat. Komendantlik soatini buzyapsanmi? Xudoyim. Howard ko'rmoqchi ekan meni. Nahotki. Unda bizga kerakli brasletlar bor. Ketsam bo'ladimi? Har safar eshikni ochganingda hayotimizni xavf ostiga qo'yishingni bilasan. Shunday emasmi? Ha, bilaman. Ya'ni hozirgi rasvo vaqtda kun ko'rishning yagona chorasi shu ekanligini bilaman. Bu seni so'zlaring, meniki emas. Xudoyim, Piper meni u yoqqa borishni istaydi deb o'ylayapsanmi? Xohlaganda qandoq? Qo'lingda braslet borligi seni yolg'on gapirmayapsan degani emas. Shunday ekan, mo'min bola bo'lganda uyga qaytib kelishga qaror qilsang, abgor ust-boshingni o'tda yoqib, keyin kel.
Niko, Shu yerdaman. u uxlab qoldi. U dam olishi kerak. Seni shu eshik ortida ham his qilyapman. Sara. İlk marta uchrashganimiz esingdami? Menga ispan tilida baqirganingcha. Bunaqa bo'lgan esimda yo'q. Hammasiga Lasterning husni xati sabab. U 31 deb yozgan, men esa 37 deb o'qiganman. Va seni eshigingni telbalardek taqillatganman. Boshqa bir qizni eshigini taqillatganingda bunday bo'lmagan bo'lardi deb o'ylaysanmi? Men bir kunda yuzlab eshiklarni taqillataman. Lekin sendekasini uchratmaganman. Lesterning husni xatini tushunish mushkulligi qanday yaxshi. Ha, ajoyib. Salom, oyi. Nega shu vaqtgacha uxlamading? Men ovozingizni eshitdim. Dadam ketdimi? Ish yuzasidan bir joyga ketdi, lekin qaytadi. Shu ish bilan bekor shug'ullanyapti-da. Axir bu xavfli. Bilaman. Lekin ba'zida o'zing istamagan ishlarni ham qilishga to'g'ri keladi. Tirik qolish uchun. Tushunyapsanmi? Oyi. Meni boshqacha bo'lishimni istarmidingiz? Nima? Yo'q, Shirinim. Nima haqida gapiryapsan? Elin aytishicha, sizda immunitet bor ekan. Menda ham bo'lishi mumkin ekanligini aytgandi. Qizalog'im. Ammo menda u yo'q. Bu ham yetmaganidek boshqa insonlarga qaraganda Sen zaifman. zaif emassan. Eshityapsanmi? Ammo men bo'lmaganimda siz tashqariga chiqishingiz mumkin edi. Mendan xavotir ham olmasdingiz. Seni olib keta olmasam, tashqariga chiqib nima qilaman? Menga quloq sol. Sen ajoyibsan. Eng yaxshisisan. Sendagi hech bir narsani o'zgartirishni istamaganman. Tushunyapsanmi? Hattoki dadang ham shu fikrda. She's right next to him and I'm sitting by myself. She's halfway and I think she loves somebody else. Shit. But I love her. Xayrli tong, buvijon. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Harorat tekshiruv vaqti bo'ldi. Qani, o'tiring. Birinchi menikini tekshiramiz, xo'pmi? Xo'p. Qani. Virus mavjudligini tekshirish. 4, 3, 2, 1. Virus aniqlanmadi. Kuningiz xayrli o'tsin. Endi sizni navbatingiz, tayyormisiz? Virus mavjudligini tekshirish. 4, 3, 2, 1. Virus aniqlandi. Tana haroratingiz baland. Qurollangan guruh yo'lga chiqdi. Qarshilik ko'rsatishga urinsangiz, sizga qarata o'q uziladi. Mas'ul xodimlarni sotib olishga urinmang. Buvijon, Ular pora olmaydi. hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni sog'ligingiz Yaxshi bo'ladi, uchun buvijon. juda ham muhim. Ey Xudoyim. Bu talablarni bajarilishi Sara. majburiy.
Ular kelishyapti. Yo'q, 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 yo'q. Axir sen kasal emassan. Axir qoidalarni o'zing yaxshi bilasan. U kasal bo'lsa, men ham kasalman. Turdim bunday qoidalarga. Kel, hozirroq ketamiz. Niko. Men buvimni tashlab ketmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen bilan hammasi joyida bo'ladi. Sara, yengilishingga shunday qarab tura olmayman axir. Bu yerdan hech qachon chiqib keta olmasdik. Sen ketishing kerak, Niko. Vidolashish vaqti bo'ldi. Men sen bilan vidolashishni xohlamayman. O'tinaman, bu yerdan ket. Imuna ruxsatnoma olib kelaman bugunoq. Qanday qilib? Qanday bo'lmasin olaman va qaytaman. Eshityapsanmi meni? Sen uchun albatta qaytaman. Eshityapsanmi? Qo'ng'iroqqa javob ber. Qo'ng'iroqqa javob ber. Qo'ng'iroqqa javob ber. Lester, menga zudlik bilan 2 ta imuna ruxsatnoma kerak. Nima? Menda bunaqa immun ruxsatnomalar qarashayotganda haligacha shu yerlarda yurgan bo'lar deb o'ylayapsanmi? Lester, o'tiraman. Sarani olib ketish uchun kelishyapti. Uni olib qochishim kerak, iltimos. Qiyinchilik paytida birovni sevib qolsang bunaqasi bo'lib turadi, yordam bera olmayman. Bu to'liq Hech bo'lmasa qayerdan topish mumkinligini ayt. Bir necha marta Griffinlar xonadoniga jo'natma olib borgandik. Eslaysanmi? Ustimdan kulyapsanmi? Shuncha vaqtdan beri taqiqlangan narsani yetkazib berganimni nega aytmading? Yo'q, quloq sol. Bu ma'lumotni mendan olganing yo'q. Bu maraz meni eng yog'li mijozlarimdan. Yana u ishiga biz aralasha olmaydigan darajada jiddiy inson. Brasletni bir donasi 150 ming turadi. Pulsiz yoniga yaqinlashing. Bir amallayman. Karantin qoidalariga rioya qiling. Karantin qoidalariga rioya qiling. Ahmoq bola. Janob Niko. Harland qalay? U g'azabda. Stiv va Gwen uchun ruxsatnomalar tayyor. Ularga aniq ishonsak bo'ladimi? Men faqat ishonchli odamlar bilan ishlayman. Ulardan xavotir olayotganim yo'q. Bu bilan nima demoqchisan? Kuryer keldi. Siz bilan gaplashib olmoqchi, janob Griffin. Kuryer? Rahmat, Mary. Eshitaman, Niko. Janob Griffin. Nima istaysan? Sizni bezovta qilmoqchi emasdim, lekin bu juda shoshilinch. Mana shu narsadan menga yana 2 tasi kerak. Siz yordam bera olasiz deb eshitdim. Iltimos qilaman, janob Griffin. Nima deyishga ham hayronman, o'g'lim. Men ham uni boshqalardan ko'p olish imkoniga ega emasman, to'g'risi. Janob Griffin, bu yerda naqd 13 ming bor, bilaman, bu juda oz, lekin U biz haqimizda qayerdan bildi? Bilmayman. Kimga og'zingdan gullab Hech qo'yganding? kimga gullaganim yo'q. Nega endi o'z odamlaringdan so'ramaysan? Axir ular juda ishonchli odamlar-ku. Shunday emasmi? Biz nima bilan shug'ullanishimizni odamlar bilib Yo'q. qolsa nima bo'lishini senga eslatib qo'yishimni istaysanmi? Keragi yo'q, aytmasang ham qamoqqa bilaman. tiqishadi. Undan ham dahshatli. Rostini? Bizni karantin zonasiga yuborishadi. Piper, yigitga ket deb aytdim-ku, Eman, yana nima ahvoli nima istaysan? kechadi? Hech tushunolmadim. Biz haqimizda qayerdan bilganini bilishni istayman. Marhamat, surishtir, aniqla. Vaqtingni tozalashdan shunchalik charchadimki, Griffin xonim, turmush o'rtog'im haddan tashqari ehtiyotkor o'zi, lekin men senga yordam bera olaman deb o'ylayman. minnatdorman Griffin xonim. Quloq sol. Biz haqimizda senga kim aytdi? Hech kim aytgani yo'q. Shunchaki boshqa murojaat qiladigan odamim yo'qligi tufayli sizlarga keldim. Quloq sol. Bizda senga kerakli narsa yo'q, ammo kimda borligini bilaman. Bu
Mary, Haqini to'lasam maylimi? Bor pulim shu yerda. menga seni pullaring kerak emas. Griffin xonim, menga qanchalik katta yordam berganingizni tasavvur ham qila olmaysiz. Rahmat. Siz inson hayotini asrab qolyapsiz. Hali ish yakunlanmadi. Menga bir manzilni berishdi, o'sha yerga ketyapman. Buving yaxshimi? Yomon. Eshigim tagida askarlar turibdi. Uyni tark etishga urinmang. Ruxsatnomani olishim bilan qo'ng'iroq qilaman. Tayyor tur, xo'pmi? Xo'p. Sara, Shu yerdaman. sen onangga juda o'xshaysan. U men bilgan eng kuchli ayol edi. Bilaman. Lekin sendek kuchli emas edi. Anavi yigit seni sevadi. Hayotda bir-biringizni ko'rmagansiz. Biroq u seni sevaveradi. Sevadi. Sizni yaxshi ko'raman bujon. Alvida. Alvida. Kim bor? Kimdir bormi? Bu yer Milandagi La Scalaga o'xshaydi. Ko'rmaysanmi, bu shaharda ko'pchilik Puccinini qo'zi qarin deb o'ylaydi. Chekishdan bormi? Men chekmayman. Chekishni nima uchun yoqtirishimni bilasanmi? Bizni o'ldirishga qodir yana nimadir borligini bilish yoqimli. Bir qushcha uchib kelib, yelkamga qo'ndi va qulog'imga senga ikkita braslet kerakligini shivirlab aytdi. Ha. Ortimdan yurib. Xavotir olma, men ham oddiy odamman. Xuddi sen kabi yashab kelayotgan. Senda immunitet bor shunda-ya. Demak, bu brasletlar o'zing uchun emas. Topdimmi? Sevgan qizimni buvisi kasal bo'lib qoldi. U holda qizdan boshlaymiz. Yoshi 26. to'liq ism sharifi va sug'urta raqami. Ismi kerak. Axir men bu brasletlarni ro'yxatdan o'tkazishim lozim. Tushunyapsanmi? Sara. To'liq ism sharifi kerak. Tushundim. Aqlliroq va ayyorroq bo'lish lozim, ayniqsa hozirgi og'ir kunlarda. Lekin bilasanmi, bu uchrashuvni tashkillashtirgan men emasman. Sensan. Men esa qimmatbaho vaqtimni sarflab o'tiribman. Menga ishonmasang, unda mayli ket. Yo'q. Ishonaman. Ishonasanmi? Ikkimizni omadimiz bor ekan. Ikkalamizda ham immunitet bor. Senga o'z so'zimni aytyapman va buni isbotlashni ham xohlayman, xuddi avvalgidek. Xo'sh, nima deysan, a?
Xo'sh. Ha, barakalla. Ajoyib, shunday emasmi? Xuddi yoshlikdagidek. Bu jonlarimizni bo'g'irsoqlar ekyapti. Xo'sh, menga qizing va bu uchrashuvdan xabari bo'lgan odamni ham ismini aytishing lozim. Tushunarlimi? Seni istaganimcha yaralashim mumkin. Tushundingmi? Qo'riqchilar, o'ldiring uni! Yerga yot. Yo'qol. Ketdik. Isming nima askar? Niko, Niko, men Bomerman. nega menga yordam berding? Ular senga o'xshagan yosh va go'l yigitlarni olib kelib qiynoqqa solishadi. Bugun esa meni sabr kosam to'ldi. Senga rahmim keldi. Bu yerda bittagina murda bor. Hidi butun bino havosini zaharlayapti. Bu hid burningga kirdimi, tamom. Undan qutula olmaysan. Jonga tegib ketdi. Boshqa chiday olmayman. Nima qilmoqchisan? Men qolaman. Pastga tushsang, lift bor. Omad yor bo'lsin Shavvoz. Seni qo'llab-quvvatlayman. Bu yoqqa yuring. Xudoyim. Shuni ham eplay olmaydi bu tonkalar. Qo'ng'iroqqa javob ber. Qo'ng'iroqqa javob ber. Qo'ng'iroqqa javob ber. Qo'ng'iroqqa javob ber. Lester yetkazib berish xizmati, biz sizga og'zingni yum. U qayerda? Kim haqida gapiryapsiz? Sening kuryering Niko. U uyimga kelib meni noqonuniy brasletlar savdosi bilan shug'ullanishda aybladi. Bilasizmi, bugun uni dam olish kuni. Jahlimni chiqarma, Lester. Yigitlaringni doimiy kuzatishingni bo'lar shaharda kalamushlardek izg'ib yurishlarini bilaman. Menga uni GPS'ini ber yoki o'rniga seni topaman. GPS'ini o'chirib qo'ygan ko'rinadi. U aloqaga chiqishi bilan sizga xabar beraman. Qo'ng'irog'ingni kutaman. Xo'sh, U juftayni rostlabdi. biz Harlandga nima uchun pul to'layapmiz? Bu ishni hal qilsin. Ha, Pandemiyadan oldin men bir prodyuser bilan tanishib qoldim U YouTube'dagi roliklarimdan birini ko'rib meni bu yerga chaqirdi. va men mashhur yulduz bo'lishim mumkinligini aytdi. Keyin esa la'nati pandemiya boshlandi va men shu yerda qolib ketdim. Ovoz yozish kelishuvi hali tayyor emas edi. Va shu sababli biz uni imzolay olmadik. U hali hammasi o'zgarishi-yu, barcha narsalar avvalgidek bo'lishi haqida safsatalarni aytib, Qulog'imga lag'mon osishda davom etyapti. biroq endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Bu yerda men juda yolg'iz. juda qizg'in suhbat bo'ldi. Nimaga unday deganimni bilasanmi? Bularni barini nega senga aytib berganimga o'zim ham hayronman. Nima bo'ldi?
Yaxshimisan? Nima bo'lyapti? Hech narsa. Nima, yana o'sha prodyusermi? Ha? Men undan qutqarasammi? Tushunmadim. Hazillashyapsanmi yoki seni chindan qutqarish kerakmi? Bu qo'limdan keladi. Yo'q, kerak emas. Kerak emas desang, demak, kerak emas. Yo'q, o'zim amallayman. Ishonching komilmi? Albatta uddalayman. Salom. Salom. Nima bo'ldi? Bu jon taslim qildi. Ruxsatnoma olganingni ayt. Yo'q. Ololmadim. Hechqisi yo'q. Ammo endi qayerdan olish mumkinligini bilaman. Ular kelganida berkinib ol. Nimadir o'ylab top, iltimos sendan. Seni topa olmasliklari uchun nima qila olsang qil. Menga biroz vaqtdan yutib ber. Yaxshi. Kechir. Seni sevaman. Men ham. Komendantlik soati davom etmoqda. Barcha ishlaydiganlar zudlik bilan uyga qaytishlari shart. Komendantlik soati davom etmoqda. Barcha ishlaydiganlar zudlik bilan uyga qaytishlari shart. Salom. Bu kecha seni ko'rmoqchiman. Yo'q, biz ajralishdik. Qaysarliging meni aqldan ozdiryapti. Kel, shunchaki boraman. Hech narsa qilmaymiz. Shunchaki gaplashib Sen bilan o'tiramiz. gaplashadigan gapimiz yo'q. Kelishuvga nima bo'lsa bo'lsin. Hammasi tugadi. May, keragi yo'q, unday qilma. Menda sening immunni braslet tayyorlatib berishni va'da qilayotganingda yozilgan ovozli yozuving bor. Gaplarimni yozib oldingmi? Shunchaki o'z hayotimni sug'urtalab qo'ydim. Menga telefon orqali tahdid qilyapsanmi? O'ylamiz, meni tinch qo'y. Aks holda yozuvni tarmoqqa joylayman. Tushunarlimi? Ming la'nat. Nimalar bo'lyapti? Yana ketyapsanmi? Nima qilyapsan? Jazmaning borligini bilaman. Xo'sh, Kechani kim bilan o'tkazayotganing menga qiziq deb o'ylaysanmi? Yo'q, meni qizimiz Emma tashvishga soladi. Virusni yuqtirib olsa, yashab ketish imkoni qanday deb o'ylaysan? bilmayman. Virusni yuqtirib olsak, o'zimizning, har birimizning imkonimiz qanday bo'ladi? Ketishingni xohlayman. To'pponchani ber. Piper, bunga sarflab o'tirishga meni vaqtim yo'q. Ovozingni yozib olishiga yo'l qo'yib berdingmi? Espas. Qurolni ber. O'z xatoyimni to'g'rilayman. Shunday qilishimni istasang, to'pponchani ber. Ketishingni istayman. Nima qilmoqchisan? Meni otasanmi? Qorangni o'chir dedim. Yo'qol.
Piper Griffinman. Erimni tanishingizni bilaman. Bir-birimizga yordam bera olamiz deb o'ylayman. O'ylamsiz hozir siznikiga ketdi. Uni kelishini kutib o'tirmaslikni taklif qilgan bo'lardim. Rahmat. Yo'q. Yo'q. Niko, yo'q. Allo. Lester yetkazib berish xizmatidan Lesterman. Biz bir katta baxtiyor oilamiz. Kimligingizni yaxshi bilaman. Men Piperman. Sizga qanday yordamim kerak? Bugun turmush o'rtog'ingiz bir kuryerim haqida so'rab qo'ng'iroq qilgan edi. Uni topdingizmi? Menimcha u hozir u sizning uyingizda. Hozir ayni damda. Uyda qoling. Qaytaraman. Uyda qoling. Uydan qochishga urinsangiz, sizga qarata o'q uziladi. Uydan qochishga urinsangiz, sizga qarata o'q uziladi. Sizni himoya qilishimizga yordam bering. Uydan chiqmang. Sen vannaga berkinib olishing kerak. Yura qol. Nimalar bo'lyapti, oyi? Jim. Buni kiyib ol. Jim. Nima gap o'zi, oyi? Sog'liqni saqlash departamenti, eshikni oching. Bizning qizimiz qayerda ekan? Berkinmachoq o'ynamoqchimisan? Seni topaman. Bingo! Buvisini topdim. Endi navbat senga. Qayerdasan? Mittigina qishcham qayerda qoldi ekan? Pivo uchun borimni beraman. Uyda qoling. Qaytaraman. Uyda qoling. Hech vaqo yo'q, hech narsan. Antirgullar qizil, ko'k, binafshalar. Qayerga yashirinmagan seni baribir topaman. Hozir boshladim qidirishni. Hozir komendantlik soati davom etmoqda. Sog'liqni saqlash departamenti zararsizlanganlarni olib ketmoqda. Bobby. Hey, menga qarashib yubor. ahvoling yaxshimi, Bobby? Unday bo'lsa olib chiqing uni.
Birini jasadi topildi, ikkinchisi esa berkinyapti. Aloqa tugadi. Uyimga bostirib kirishga qanday hadding sig'di? Hech kimga yomonlik qilmoqchi emasman. Bu yerga kiriboq qizimni hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lding. Men sizdan yordam so'rab keldim. Siz esa meni o'lim sari jo'natdingiz. Menga shunchaki ma'lumot kerak edi. Biz nima bilan shug'ullanishimizni birov bilib qolishiga yo'l qo'ya olmayman. Hech kim bilmaydi. Menga ishoning. Griffin xonim, siz qizingizni himoya qilmoqchiligingizni bilib turibman. Buni tushunaman. Ammo men ham hayotimda men uchun qadrli bo'lgan yagona insonni qutqarmoqchiman. Brasletsiz bu yerdan keta olmayman. Iltimos, yordam bering. Yuqori polkada. Bo'la qol tezroq. Jomadonni och. Buni qilganimga meni pushaymon qilma. Ushbu bino karantinga yopilgan. Eng xavfsizi uyda qolish. Sog'liqni saqlash departamenti sizni xavfsizligingizni ta'minlaydi. Mashinada qol. Uni ismi o'ylashimcha u qiz bola. Sara Mia Garcia. Endichi? Endi kutamiz. Endi siz farishtalar bilan birgasiz bu uchun. Uyda qoling. Biz sizga yordam berish uchun shu yerdamiz. Qo'shnilaringiz karantin qoidalariga amal qilmayotganini guvohi bo'lsangiz, bizga xabar bering. Qayerga ketmoqchisiz? Bu yerdan uzoqlarga. Biz hammamiz o'zimiz sevgan insonlarni himoya qilishga urinamiz. Rahmat. Omad. Jenursin. Ha yigitlar. Himoya qatirsin, to'xtang. Mashinalar to'xtatilsin. Xabarni yetkaz. Qiz skafanderda. Salom, senikiga borishimga chindan qarshi emasmisan? Yo'q, muammo yo'q. Bemalol kelaver. Ko'rishguncha. Yo'lda ehtiyot bo'l. Bo'la qol. O't olsang-chi. Bo'la qol. Mashinadan to'shmay. O'yin o'ynamoqchimisan? Meni tinch qo'y. O'yin o'ynaging kelib qoldimi? Yaxshi o'ynaymiz. Shoshmay tur.
Qani bu mashinadan tush. Bo'lmasa o'ldiraman. Meni tashlab ketmoqchi bo'ldingmi, ha? Bo'yningni uzib olishimni istayapsanmi? Tush deyapman mashinadan. Nafas olishni istaysanmi? Unda tush. Tush deyapman senga. Dushman yo'q qilindi. Yo'qilg'i tugayapti. Ba'zi aka, uyga uchamiz. Uyga uchamiz. Shoshma. Yaxshi o'rinish. Yech bularni yech deyapman. Tinchlan. Chuqurroq nafas ol, nafas ol. Nafas ol. Demak, yuqtirmagansan. Sen ahmoq emassan. Alomatlar yo'q. Kasallangan bo'ying bilan bir joyda bo'lganingga qaramasdan, ayni vaqtda o'pkang yo'taldan tinkasi qurigan bo'lishi kerak edi. Demak, senda immunitet bor. Qoyil. Immunitet borligini o'zing ham bilmagansan, ha? U holda meni qo'yib yuboring. Qattiq afsusdaman. Biroq hammasi u qadar oddiy emas. Olib keting uni. Sara! Sara! Oh, yo'q. Sara! U suratini yaxshi chizibdi. Iqtidorli qiz ekan. Siz kimsiz o'zi? Bularning bari boshlanguniga qadar Sog'liqni saqlash departamentida axlat tashuvchi mashina haydovchisi edim. Keyin esa to'satdan boshliqlar birin-ketin pashshadak qirilib keta boshlashdi. Ajoyib kunlarning birida men o'sha la'nati departamentning boshlig'iga aylandim. O'xshadi. 4 ta tuz. Mana bu ahmoq deb ataladi. Bunaqasi hayotda bir marta bo'ladi. Hamda Harlan sobiq axlat tashuvchi mashina haydovchisi endi bechora odamlar va o'lim orasidagi mo'rt chegarada soqchiga aylandim. Endi sen o'zing haqingda gapirchi. Pandemiyaga qadar kim bo'lgansan? O'qirdim. Yuridik fakultetda. Ha. Demak, intelektual yosh yigit. Muammoing shundaki, Nikko. Sen ikkalamizda immunitet borligi qanchalar yaxshi ekanligini hech qanaqasiga anglay olmayapsan. Men va sen gaplar ochilamiz. Biz istagan joyimizga bora olamiz. Yangi mashina olishni istaysanmi, salonga kir, olaver. Shaharga bor, istagan uyni tanla va rohatda yasha. Bizlar qo'lga yetmas odamlarmiz, tushunyapsanmi shuni? Immunitetlilar shunchaki oddiy inson emasmiz. Biz go'yo ma'budmiz. Sen bo'lsang shunday qudratni nimaga sarflamoqchisan? Oxir oqibat o'lishi tayin bo'lgan notamom bir insonni qutqarishgami? Senga nima bo'lgan o'zi? Agar sen butun dunyoni o'zingniki qilib olishing mumkin, nahotki buni anglamayotgan bo'lsang, idrok et ko'r, gaplarim. Sara qayerda? Ha? Sarami? Bilmayman, karantin lageriga olib boradigan yo'lni yarmida bo'lsa kerak. Afsusdaman. Sen uni boshqa ko'rmaysan. Bizni o'ldirishga qodir yana nimadir borligini bilish qanday yoqimli.
javob ber. Niko, senga bir gapni aytishim kerak. Griffinlarga ularning uyida ekanimni aytib Berganing nima? Demak endi oldimda qarzdorsan. Kechir, og'ayni. dezinfeksiya xizmati mashinasi karantin zonasiga ketyapti. Topib bera olasanmi? Oson bo'lmaydi. Raqamini bilaman. 0715 GLS. Yordam bera oladigan bittasini bilaman. Saraning uyidan karantin lagerigacha olib borish mumkin bo'lgan barcha yo'llarni belgiladim. O'ta sinchkov bo'lishing kerak. Tushundim. Janubi sharq tomonga ketaver. Shoshmachi? Bu o'sha 0715 GLS. Western Avenue'da janubga harakatlanyapti. Qaytaraman, Western Avenue janubga. Mo'ljalni ko'ryapman. Sharqqa burildi, 8-ko'chaga. Niko, uni topdik. Western Avenue'dan sharq tarafga yur, 8-ko'chaga buril. Lagerga yetay deb qolishdi, shoshil. Tushundim. Vaqt juda oz, tezroq harakatlan. Siz Alfa karantin lageriga yetib keldingiz. Xush kelibsiz. Qoidalarga bo'ysunish barcha uchun majburiy. Rasmiylashtirish uchun hujjatlaringizni tayyorlang. Kutish zonasida dezinfeksiya ishlari davom etmoqda. Och. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim. Menga ishon. Senga ishonaman. Tiz cho'king! Hozirroq! Tiz cho'king! Tiz cho'king! Unga tegmang. Unda immunitet bor. Brasletni tekshiring. Brasleti bor ekan. Ma'lumotlarni kirit. U toza. Hammasi joyida. Uni qo'yib yuboring. Laster, men Nikoman. Men ulgurdim. Bu yerdan jo'nab ketyapmiz. Uyga uchamiz. She's in Texas to the archery, like it was an IV. It's all about the money. You think she wasn't ugly? She can barely. Laster, ushbu jo'natmamni sog' salomat qabul qilib olyapsan deb umid qilaman. Saradan senga salom.
Oradan 3 oy o'tdi. Xuddi 3 yil o'tganga o'xshaydi. Bu yerda havo shunchalar tozaki, men yana o'pkamni to'ldirib nafas olishim mumkin. Ketishimizga yordam berganing uchun senga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sen hamma narsasini yo'qotgan yigitga hayotda o'z maqsadini topishga yordam berding. Bilasanmi, men hozir shuni angladimki, biz shunchaki jo'natmalar yetkazib bermasdik, insonlarga umid yetkazardik. Harland va Greenfieldlar immuno brasletlarini badavlat xaridorlarga noqonuniy ravishda sotib kelgani ma'lum bo'ldi. Griffinning o'z rafiqasi va taniqli internet blogeri jinoyatni ochishda o'zaro hamkorlikda dalillar to'plagani kutilmagan hodisa bo'ldi. Oyi, Ha, Shirinim. Mari qayerda? Uyga, yaqinlar yoniga ketdi. Bu juda yaxshi. Bir kun kelib ozodlikka chiqib, sevimli mashg'ulotlarimiz bilan yana albatta shug'ullana olamiz deb umid qilaman. Yashasin! Okeanni shu qadar sog'ingandimki, tasavvur ham qila olmaysan. Odamlarga qancha jo'natmalar eltib berganimizni bilmayman-ku, ammo hozir senga bittasini jo'natyapman. Ichidagi bilan nima qilishni o'zing hal qilasan. Biroq menga va'da ber. Hech qachon taslim bo'lma. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Mo'tabar Asadova. Dublyaj artistlaridan Muhammadjon Xo'jayev, Sanobar Sodiqova, Hamza Hasanov hamda Gulruh Pirnazarvalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov.